Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Jamilaxon hojona to'g'ri tushdimmi, adashmadimmi? Yaxshi. Onajon, tavallud ayyomlar, shukrona kunlar muborak bo'lsin. Voy rahmat, katta rahmat. Ro'za, Ramazon oylari muborak bo'lsin onajon. Voy rahmat. Muborak 69 yoshingiz bilan tabriklayman onajon. Voy rahmat qizim, rahmat. Kim bu? Ayni damlarda sizga yaqinlarimga tabrik loyihasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Boshlovchi Husnidaxon Sultonova bo'laman onajon. Voy rahmat. Nima deb o'ylaysiz onajon? Mana shunday quvonchli onlaringizda sizni mana shunday chiroyli tabriklar bilan qutlamoqlik uchun bizga kim murojaat etgan deb o'ylaysiz onajon? O'g'lim Boburjon Xurshidxon. Shekilli. Albatta onajon, adashmadingiz. Barcha mehribonlaringiz nomidan keliningiz emas, qizingizdek bo'lib qolgan Xurshidxon opamiz bizga murojaat etganlar. Voy rahmat katta. Tanjoningiz sog' bo'lsin, umringiz uzun, rizqingiz bo'lsin, sizni ham farzandlaringiz rohatini ko'ring, Husnidaxon. Aytganingiz kelsin onajon. Onajonimizni farzandlari rohatini ko'rishsin, ular ham rahmat. umrlar ko'rishsin. Rahmat, aytganingiz kelsin. Onajonimiz baxtini bersin iloyim. rahmat, aytganingiz kelsin. Onajonimizni bir xursand qilaylik, chiroyli tabriklar yo'llab bering opajonisi deb bizga yo'llaganlar. Rahmat Husnidaxon, rahmat. Xursandmisiz onajon? Xursandmisiz onajon? Rahmat, voy juda ham xursand bo'ldim. Rahmat. Endi ijozatingiz bilan, ruxsatingiz bilan Xurshidxon opamizni siz uchun atalgan tabriknomalarini o'qib eshitiraman. Assalomu alaykum Munis, mehribon, hamisha yuzlaridan iymon nurlari taralib turadigan oyijonim. Sizni qarshi olgan yoshingiz, kirib kelgan mohi Ramazon, bahorning barcha nafis bayramlari bilan muborakbod etib qolaman. Ushbu go'zal ayyom munosabati bilan qalbimdagi eng sara niyatlar, bisotimdagi bor chiroyli so'zlar sizga armag'on bo'lsin. Allohim hamisha sizni o'z panohida asrasin. Umringiz uzoq bo'lsin. Yaratgan egam xayrli, barokatli, mazmunli umr bersin. Doimo uylar qilsak uylarimiz to'rida, to'ylar qilsak to'ylarimiz boshida, hamisha bizga boshu qosh bo'lib, duogo'yimiz bo'lib, bizlarni duo qilib turishingizni duolarimda so'rab qolaman. Va ushbu go'zal ayyom munosabati bilan sizga shu so'zlarni mana shu kun aytaman. Men faxrlanaman sizdek oqila, sizdek mehribon onaning kelini bo'lganimdan. Juda ko'p narsa oldim sizdan, o'rgandim. Menga bergan bilimlaringiz, ilmlaringizga, bergan non tuzingizga rozi bo'ling onajon. Sizni hamisha ardoqlayman, yaxshi ko'raman. Baxtimizga, nabiralaringiz baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Mening mehribon mehrligim, tanhogina qadrligim, matonatli sabrligim, jon onam, jonim onam. Yuzlari to'lin oyim, o'zimni gul chiroyim, ipakdek ko'ngli muloyim, jon onam, jonim onam. Tong misol beg'uborim, yolg'izim betakrorim, gulu rayhon bahorim, jon onam, jonim onam. Dildan yaxshi ko'raman, doim birga yuraman, onam kabi mehrligim, jon onam, jonim onam. Shirin zabon dilkashim, haqiqiy do'st sirdoshim, sizni Alloh qo'llasin, jon onam, jonim onam deb mana shunday chiroyli satrlarni ham keliningiz Xurshidxondan qabul qilib olasiz onajon. Rahmat qizim, Xurshidxonam, seni jonlari sog', umrlari uzun, rizqlari ulug' bo'lsin. Boburjon bilan qo'sha qarishsin, farzandlari rohatini ko'rsin iloyim. Aytganingiz kelsin, duogo'y onajonim, tug'ilgan kunlarni yana bir bora yaxshi o'tkazib olinglar. Rahmat qizim, sizga ham rahmat katta. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling onajon. Rahmat qizim, bo'pti, rahmat. Xo'p, bo'ladi. Keldik yaqinlar bugun
Tavallud kuningiz muborak. Aytib tilaklar bugun. Tavallud kuningiz muborak. Yaxshiliklar nasib qilsin siz uchun. Alloh uzoq umr bersin siz uchun. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun. Tavallud kuningiz muborak. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun. Tavallud kuningiz muborak. Muborak, muborak. Tavallud kuningiz muborak. Muborak, muborak. Tavallud kuningiz muborak. Bu kun didorga bir bahona. Sof ko'ngillarga to'ldi bu koshona. Shukrona kun bugun bo'lsin shohona. Tavallud kuningiz muborak. Shukrona kun bugun bo'lsin shohona.